Onlaynda daromad qilish xohlovchilar uchun Hamyo robot orqali biznes bot ochish yo'liga qo'ydik. Xo'p, Hamyo robot havolasi Instagramdan ko'rayotganlar uchun shu Instagram profilining bosh sahifasiga qo'yilgan Hamyo robot, YouTubedan ko'rayotganlar uchun shu videoda kommentariyasiga qadab qo'ygan bo'lamiz. Botga kirganingizdan keyin bosh sahifasidan SMM xizmatlarini tanlaysiz va bot ochish qilasiz. Va biznes bot ochish tanlaysiz. Botda hozirgi narxi 50 ming so'm, hisobingizni to'ldirasiz va 50 ming so'mga shu botni ochasiz. Xo'p, bot bilan tanishtirib o'taman. Bot funksiyalari juda ham ko'p. Xuddi shunaqa funksiyalarni birorta koderga aytadigan bo'lsangiz, kamida $100 ko'p pul so'raydi. Biz shunaqa qimmat botni sizga atigi 50 ming so'mga taklif qilamiz va 100% sinalgan qilib tayyorlab beramiz. Bot funksiyalari start solish tizimi bor, avto ishlaydi. Gift olish tizimi bor, avto ishlaydi. Raqam olish tizimi bor, avto ishlaydi. SMM xizmatlar bor, avto ishlaydi va SMM xizmatlariga har kuni qo'shimcha funksiyalar tekinga qo'shib turiladi. Xo'p, bot qanday ishlaydi? Bot hamma xizmati Hamyo robotga ulangan. Siz botingizga tushgan buyurtmalarni Hamyo robot bajaradi va bajarilgan buyurtmani siz botingizga tashlab beradi. Siz botni qanday ishlatishingiz mumkin? Botni ochganingizdan keyin stars olib yo gift olib zaxira qilib yurmaysiz. Shunchaki admin panelga o'tasiz, API hisobingizni to'ldirasiz va bot avto ishlashni boshlaydi. Admin panelga o'tganingizda sizga API narxlari chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, hozirgi narx sizga 1 stars 193 so'mdan beriladi, ya'ni profilga to'liq 50 stars olsa 9650 so'm sizga berilgan. Siz bu API narxini ustiga foyda qo'yib sotasiz. Juda ham zo'r narx qo'yilgan. Gift uchun 1 stars narxi 180 so'mga qo'yilgan. Bu juda ham zo'r narx. Hech qaysi saytdan bunaqa narx topa olmaysiz. Endi foyda qilish ko'rsatib o'taman. Xo'p, sizga misol uchun gift narxi admin panel API narxidan 18 ming so'mga berildi olmos gift. Endi foyda qilasiz. Qanday? Admin panelga o'tasiz. Gift narxini o'zgartirasiz. 200 so'm qo'yib qo'yasiz. Va olmos gift 20 ming so'm bo'ldi. Endi qanday foyda qilish mumkin? Foydalanuvchingiz hisob to'ldirish qiladi. Sizning kartangizga 20 ming so'm tashlaydi va siz admin panelga o'tasiz. API hisobini to'ldirish qilib, API hisobingizga 18 ming so'm pul tashlaysiz. 2 ming so'm sizning kartangizda qoladi va foydalanuvchi gift sotib oladi 20 ming so'mga. 18 ming so'm API hisobingizdan yechiladi. Gift avtomatik Hamyo robot orqali jo'natiladi va 2 ming so'm sizning kartangizda foydaga qoladi. Xuddi shunday qilib botdan daromad olishinglar bo'ladi. Bot ishlash uchun faqat API hisobini to'ldirishingiz yetarli. Hamma narsa Hamyo robot qo'llangan bo'lib, ishlab tayyorlab sizga topshiriladi. SMM narxini o'zgartirishda foiz qo'yasiz, raqam narxini o'zgartirishda ham foiz qo'yasiz. Misol uchun SMM narxini o'zgartirishga 30% qo'yadigan bo'lsangiz, siz 100 ming so'm SMM narxidan SMM xizmatdan savdo qilsangiz, siz bundan 30 ming so'm sizga foydaga qoladi. Qo'shimcha API hisobingizni to'ldirganingizdan keyin mabodo savdo qila olmasangiz, APIni yechish qilib hamma pulni qaytarib yechib olsangiz bo'ladi. Qo'shimcha shu botni ochganingizdan keyin 12 soat ichida bot sizga yoqmasa o'chirtirmoqchi bo'lsangiz, supportga yozsangiz 100% sizga pulingiz to'liq qaytarib beriladi. Va bu botni ochganingizdan keyin hech qanaqa oylik yoki kunlik to'lov yo'q. 1 yillik serverlaringiz puli oldindan to'lab qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni siz botni ochganingizda ishlatasizmi yo'qmi, kamida 1 yil ishlab beradi. 1 yildan keyin mabodo botingiz kuchayib ketsa, serverga sig'may ketsa, siz nomingizga qo'shimcha kuchliroq server ochib, botni to'liq nomingizga o'tkazib beramiz. Ya'ni kelajakka bor 100% ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, bot shunaqa funksiyalari bor. Qo'shimcha botda konkurs qilish funksiyasi bor. Botingizni konkurs qilib ko'tarib olsangiz bo'ladi botni o'zidan va referral tizimi bor. Referral orqali stars berib, obunachilaringizni qiziqtirib, ishonchini oshirib olsangiz bo'ladi. Referral tizimi kuchli ishlangan, faqat o'zbek raqamga bonus beradi. Har bitta odam uchun faqat 1 martadan bonus beradi. Kuchli ishlangan, nakurtga olingan. Xullas, bot 100% javob ishlaydi. Birorta muammo bo'lsa, support profiliga yozsanglar, shu zahoti hal qilib beriladi. Siz botni ochganingizdan keyin API hisobingizni to'ldirasiz. Bot API narxlari ustiga foyda qo'yasiz va botingizni reklama qilasiz. Shu bilan siz tayyor daromadli biznesga ega bo'lasiz. Kuniga million foyda qilish o'zingizga bog'liq. Botni shunchaki oching va ko'taring. Hamyo robot
soat 9dan 11gacha 100% faol bo'ladi. Hamma robot faollik vaqtida shu biznes botni oching, sinab ko'ring, 100% ishlatib ko'ring. Yoqsa, daromadga kirib ketsangiz, 60% qilsangiz bo'ladi. Qo'shimcha funksiyalar kerak bo'lsa, supportga osinglar, qo'shimcha funksiyalarni tekinga qo'shib beramiz.